Assalomu alaykum, Ekazamin Begomuz YouTube kanalimiz a'zolari, kanalimiz mehmonlari, kanalimizga xush kelibsizlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Anchadan men video syomka ham qila olganimiz yo'q edi. Xudo xolasa ish jarayonlarimiz davom etyapti. Bahorgi mavsumimizda begomizlarimizni elab sotish bilan ovora edik, elash bilan sotish bilan ovora edik. Xudo xolasa qo'llarimiz sal bo'shab qoldi mana. Bahorgi begomizlarimizni elab sotib bo'ldik. Xudo xolasa misol begomuz tugab qoldimikan deb o'ylamanglar. Begomuz qaysi viloyatdan bo'lsalaring misol topib berish imkoniyati bor. Misol qaysi viloyatdan ko'rayotgan bo'lsangiz, hozir Namangandan ko'ryapsizmi, Andijondan ko'ryapsizmi, Farg'onadan ko'ryapsizmi? Bemalol begomuz kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, chunki har bitta viloyatda tanishlarimiz bor. Bitta emas, bir nechta nimalarimiz bor, tanishlarimiz bor. Shu begomuz bilan shug'ullanadigan. Begomuz kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Topib berish imkoniyati bor. Xudo xolasa nomerlarni beramiz, gaplashib bemalol olaverasizlar. Ish jarayonlarimiz davom etyapti. Xudo xolasa begomizlarimizni elab sotib mana unnilariga mana yangi go'nglarni tashab, cho'lchaklarimizni xudo xolasa aktiv qilib ish jarayonlarini davom ettiryapmiz. Cho'lchaklarimizni hozir ko'rsatib qo'yamiz. Mana cho'lchaklarimiz mana ishlab yotishibdi. Cho'lchaklarimiz ishlab yotishibdi. Xudo xolasa ko'pchilik telefon qilishib, mana shu cho'lchak olmoqchi bo'lib telefon qilishyapti. Shu videolarimizni ko'rib, videolaringizni ko'rdik. Juda ham chiroyli qilib joylarda qilsiz, ishlaka bilan qilsiz. Biz ham misol bir qavat cho'lchak olmoqchi bo'lsak, qancha joy qilishimiz kerak, qancha ishlaka bilan olib kelib joy qilishimiz kerak deb so'rashyapti. Hozir videomizda xudo xolasa shu beraktir qilish haqida aytib o'tib ketamiz. Qaysi usulda qilsalaring sizlarga anchagina qulay bo'ladi. Shuni hozir bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. Hozir bunisi chekkaga o'tib olsaylik, bunisi beraktirimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Hozir uyimizdagi beraktirimiz, hozir 3 dona beraktirimiz bor. Katta, kichik, shunaqa o'lchamda har xil, razmerlar har xil. Hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Bunisi beraktirimiz hozir 2 metrga, yana 2 metrga 9 metr uzunligi. Ko'ryapsizlar, mana bu yerda bitta yo'lakchamiz bor. Bu yerda bitta aravasiga degan 1 metr yo'lak qolgan. Bunisi beraktirimiz uzunligi 14 metr. Uzunligi 14 metr, eniga 240. 240. Xo'p, endi bunisini ko'rsatamiz. Bunisi beraktirimiz bundan ham kattaroq. Chunki mana bu yerda yo'lakchani ko'rib turibsizlar. Yo'lakchamiz unisi bu yo'lakchadan ham kattaroq. Bunaqasi 140 shunaqangi atrofida yo'lakchamiz. Chunki mana bu beraktirimiz eng katta beraktirimiz. Bunaqasiga 320, bunaqasiga 12 metr beraktirimiz uzunligi. O'shani hisobiga bu yerda joyimizni kattaroq qilganmiz. Go'ngimizni unisi beraktirimizga ham, bunisi beraktirimizga ham yeb bo'lgandan keyin tashlash imkoniyati qilish maqsadida shu bu yerdagi beraktirimizni o'rtasidagi yo'lagimizni kattaroq qilganmiz. Chunki go'ngda u tarafga ham, bu tarafga ham sig'ish kerak. Tashlaganimizda u tarafga ham, bu tarafga ham yetish kerak. Go'ngimiz o'shani hisobiga kattaroq qilganmiz. Bunisi beraktirimiz ozroq kichikroqligi uchun bu ham undan kattaroq, o'shani hisobiga. Misol unisi beraktirimiz 2 metr, bu 240 shunaqa. Yana o'shani hisobiga bunisi beraktirimizdan, bunisi beraktirimiz sal kichikroqligi hisobiga u yerda 1 metr qilganmiz yo'lagini. O'sha go'ng tashlasak ikkala joyimizga bemalol yetadi. U tarafidagi beraktirimiz bilan bu tarafdagi beraktirimizga o'sha 1 metr yo'lakchamiz yetadi. Chunki shu 1 metrlik yo'lagimizni go'ngda buni yarmigacha tashlaymiz. Buni tashlaymiz. Unisi beraktirga buni tashlanadi, bunisini yarimrog'iga tashlanadi. Qolganiga bundan tashlanadi. Bunga buni baqa tashlanadi. Baqa akamni cho'skasi hovliligi uchun akam bu yerga ekinlar ekib qo'yishgan. Biz joyimiz emas, shuning uchun aqa tashlamaganmiz. Hozirgi uyimizdagi beraktirimiz 3 dona beraktirimiz bor. Bunisi aytib o'tib ketdik 12 metrga 320, bunisi 14 metrga 240, bunisi 2 metrga 9 metr shunaqa beraktirimiz bor. Hop. Bu yerdan hech qancha begomuz chiqmaydi deb o'ylashlaring ham mumkin, lekin bu yerdan anchagina begomuz chiqadi. Chunki
Mana bu beraktirimiz ko'rib turganingiz ishlaka blokdan bekarga qilmaganmiz. Videomizimiz tayyor bo'lgandan keyin ikki tomonga yoyilish holatlari bo'ladi. Chunki o'shani hisobiga mana shu ishlaka bloklarni terganmiz. Ishlaka bloklardan hech yoqqa yoyilmaydi, boshqa bo'lmaydi. Ham joydan ekinon maqsadida shuni qilganmiz. Chunki bitta ishlaka blokimiz to'lgandan keyin yana ustiga yana bitta ishlaka blok qo'yamiz. Ana bu ko'rib turibsizlar, bunda ikkita ishlaka blok to'lgandan keyin go'ngimiz 3 ta ishlaka blok qo'yamiz. 3 tasidan to'lgandan keyin 4 ta ishlaka blok, xullas 4 ta ishlaka blokgacha qo'yib ko'tarib mana shunaqa qilib begomsa olish imkoniyatimiz bor. Uzog'i bilan 4 ta ishlaka blok qo'yamiz. Begomsamizni olishimiz mumkin. O'shanda anchagina begomsimiz chiqadi. Biz hozir 4 ta ishlaka blok deganimiz bilan hozir biz 4 tagacha ishlaka blokgacha chiqarganimiz yo'q, lekin 3 ta ishlaka blokgacha chiqaramiz. 3 ta ishlaka blokni 4 ta ishlaka blokgacha hali chiqarganimiz yo'q, chunki bir yilda 2 sezon bo'ladi. Sezonimiz 2 sezon, shu avgust, sentyabr oylarida bitta yelaymiz. Fevral, mart oyigacha yana bitta yelaymiz. Begomsimiz shu bilan shuni orasida cho'lchanglarimiz, go'nglarimizni yana atrobotka qilib, yana begomsi ishlab chiqaraveradi. Xo'p, mana shunaqa qilib joylar qilsang ancha o'zlaringga yaxshi bo'ladi, chunki ancha qulay bo'ladi. Chunki orasida yo'lakcha bo'lsa, go'ngda aqabaqa tashlash imkoniyati ancha qulay bo'ladi. Hamda o'zingga mana bu yerda ishlaka blok bo'lsa, ustiga chiqib bemalol ish qilib, suvda sepib, bemalol ish qilish imkoniyati bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan hozir yo'lagimizdagi go'ngimiz videoda ozgina kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin mana shu joyimizda hozir bir mashinadan oshiq go'ng bor. Bemalol bir mashinadan oshiq 1,5 mashina go'ng eltishi mumkin. Bunisi yo'lagimiz shu bir mashinaga yaqin oladi. Qolgani mana bu yerga to'planadi. Mana bu yerga to'plab qo'yganmiz hozir. Anchagina go'ngimiz bor. Shunaqa qilib ancha o'zlaringga qulay qilib olsalaring bo'laveradi. Bugungi videomiz xudo xolasa shulardan iborat edi. Kimda qanaqangi savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qo'yishlaring mumkin. Videolarimiz yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalar xursand bo'lib qolardik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.